brasletimizni ham doimiy kuzatuvchimizga sotdik. Yaxshi kunlarga taqqan nasib qilsin. Bizga 27 lik medasimizni berdi. Yaxshi kunlarga taqqan nasib qilsin. Opamizga shu qadimgi brasletimizni sotdik. Yaxshi kunlarga taqqan nasib qilsin. Klientimizga sotdik. Yaxshi kunlarga taqqan nasib qilsin. Bizga sotdik. Yaxshi kunlarga taqqan nasib qilsin. Klient opamizga sotdik. Yaxshi kunlarga taqqan nasib qilsin. Kelinlariga sovg'a qilib shu brasletni oldi. Yaxshi kunlarga taqqan nasib qilsin. Cartier Gourmetimizni biz anchadan beri kuzatib turadigan klientimizga sotdik. Iloyim o'g'illarni tug'ib olsin. Klient opamizga sotdik. Yaxshi kunlarga taqqan nasib qilsin. Yuzigimiz ham doimiy klientimizga sotildi. Yaxshi kunlarga taqqan nasib qilsin. Klient opamizga sotdik. Yaxshi kunlarga taqqan nasib qilsin. Klient hoji opamizga sotdik. Yerevan brasletimizni yaxshi kunlarga taqqan nasib qilsin. Klient opalarimizga sotdik. Gourmet brasletimiz italyanskisi yaxshi kunlarga taqqan nasib qilsin. Birlanziramizni Yerevan brasletimiz bilan klientlarga sotdik. Yaxshi kunlarga taqqan nasib qilsin. Bugun qizda oyisiga oyilari kelib olib ketyapti. Yaxshi kunlarga taqqan nasib qilsin. Tizuzigimiz ham sotildi. Buyurib nasib qilsin egasiga. Pochkani ham opalarimizga sotdik. Yaxshi kunlarga taqqan nasib qilsin. Yuzigimizni ham Asakadan kelgan qizlarga sotdik. Yaxshi kunlarga taqqan nasib qilsin. Lanziramizni ham opamizga sotdik. Yaxshi kunlarga taqqan nasib qilsin. Bilagimizni ham katta taqimligini hoji opamizga sotdik. Yaxshi kunlarga taqqan nasib qilsin. Yuzigimizni ham doimiy klientimizga sotdik. Yaxshi kunlarga taqqan nasib qilsin. Yerevan maglaskamizni doimiy klientlarimiz xo'jayam qizlariga sotdik. Yaxshi kunlarga taqqan nasib qilsin. Rahmat. Barakasini bersin. Amin. Ramizni ham doimiy klient opamizga sotdik. Yaxshi kunlarga taqqan nasib qilsin. Rahmat. Bizga birlanziramiz ham klientimizga sotildi. Yaxshi kunlarga taqqan nasib qilsin. Klientimizga sotdik. Bakinski brilliant toshlari kattasini yaxshi kunlarga taqqan nasib qilsin. Klient opamizga sotdik. Yaxshi kunlarga taqqan nasib qilsin opa. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Bilagimizni ham katta taqimligini hoji opamizga sotdik. Yaxshi kunlarga taqqan nasib qilsin. Klientlarimizga sotdik. Yaxshi kunlarga taqqan nasib qilsin. Setimizni ham shunaqa oppoqqina chiroyli qizimizga sotdik. Opamizga baku uzugimizni sotdik. Xudo xolisa opamiz ham doimiy klientlarimiz qatoriga qo'shildi. Klientimizga sotdik. Bakinski brilliant toshlari kattasini yaxshi kunlarga taqqan nasib qilsin. Klient opamizga sotdik. Mana xo'jayinlari kelib olib ketyapti. Yaxshi kunlarga taqqan nasib qilsin. Hamma yaxshi ko'rgan go'zal uzugimiz sotildi. Eski brilliantimizni doimiy klientimizga sotdik. Yaxshi kunlarga taqqan nasib qilsin. Rakon uzugimiz ham bor qizlar. Rakanoshka eski qadimgi Yerevanidan ham bor qizlar. Bu uzugimiz ham 750 probada Bakinski brilliant. Eski ishlardan bular. Mana bosma pechatli. Juda ham chiroyli go'zal narsa. Toshlari ham yonib turibdi. Razmerda 750 probada Bakinski vasmyorka uzugimiz bor. Juda ham chiroyli, qalin, mustahkam eski ishlardan. Ko'rkam bo'yin xohlaganlarga ko'rkam spochkamiz ham bor. Have you ever wondered where all the grinded gold dust goes to? You might think the workers gives it back to the owner, but that would be completely wrong. You may have seen gold experts grinding on a piece to make their customers' request, and sometimes they grind it so much they be left with an amount that even feels like a scam. But in most gold holders' community, that grinded gold left for the worker as a tip for his work, and he also can't take the gold until the end of the year so that he can get one big piece after melting it, and in some good years, he can get up to $150,000 from it. Most people calls it waste, but they calls it profit. So if you think their work worth it like the video. Abru chalqa so'raganlar uchun ko'rkam abru chalqa. Siramiz ham bor qizlar, ko'rkam, go'zal, arzon narxlarda. Maza qilib olinglar. Kardinalimiz ham qizlar 9 da atrofidagi. Bu faqat bundan oldingisi 55 lik edi. Bu 60 cm. Buni bo'yiga ketib qolgani uchun narigindan ozgina bo'yiga ketganini hisobiga vidi nariginga nisbatan ozgina kichikroq. Mana. Lekin uzun xohlaganlar uchun zo'r variant.
150 probada shunaqa baku brilliant juda ham chiroyli, go'zal, ko'rkam uzugimiz bor. Orqalari ham qalin, probalari ichki tomonida. Ham qo'lda rosa nejniy turadi mana. Chiroyli narsa. Bunaqasiga ham nabarot aylantirib taqolsanglar ham bo'laveradi. Brilliantimiz ham 750 probada baku brilliant. Juda ham chiroyli, ko'rkam, qalin, mustahkam. Probalari ichki tomonida. Qo'lda qanaqa go'zal turadi. Bu endi taqimi kattaroq, yo'g'onroq qo'llar uchun aylanib ketyapti. Uzugimiz ham 750 probadagi baku brilliant, juda ham chiroyli, go'zal model. Mengacha kattaroqligiga yonboshlab turibdi. Ko'rkam eshma uzuklarimizdan bor. Ularda pat brilliant deymiz. Yuzlarimiz yakka o'zidan ham kelgan qizlar. Qalin, chiroyli, baquvvat, atirgul ham hech qachon modadan qolmaydigan go'zal ish. Zamoqlari ham. Uzuklarimiz hamma modelidan bor qizlar. Hammasi qalin, mustahkam, probalari go'zal holatda. Buniki probasi ichki tomonida. Hammasi eski ishlar. Bu uzugimiz eski rossiyskiy brilliant qizlar. Markizani qalin brilliantligi eski ishlardan 583 probada. Xohlovchilarga qalin. Qo'yib ulgurmagan brilliantimizni adashim mohiy chehraga sotdik. Opamiz o'zi bilan qiziga eng chiroyli bakinskiy brilliantlarimizni oldi. Yaxshi kunlarga taqqan nasib qilsin. Chiroyli parichkamiz kelib, Oyijonsin tug'ilgan kuniga shunaqa chiroyli brasletimiz oldi. Yaxshi kunlarga taqqan nasib qilsin. Klient Hoji opamizga sotdik. Yaxshi kunlarga taqqan nasib qilsin. Klient opalarimizga skopkali sevimlimizni berdik. 750 probada bakinskiy brilliant, yaxshi kunlarga taqqan nasib qilsin. Ko'rkam uzuk xohlaganlarga shunaqa ko'zsiz ko'rkam uzugimizdan ham bor qizlar.